Muqdin aka bilan o'rtamizda kelishmovchilik. Assalomu alaykum O'zbekiston. Internetda ba'zi bir videolarni ko'rib juda ham g'alati ahvolga tushib qoldim va bu muzokaralarga, bu kelishmovchilikka nuqta qo'ymoqchiman. Xullas, avvalambor ular men bilan bir narsa bir-birimizdan ma'rifat izlab tanishmaganmiz, bir-birimizdan bir foyda ko'rmaganmiz. Do'stlar, o'rtadagi bo'lgan voqea esa endi bu hayotda shunaqa narsalar bo'lib turar ekan. Ertaga Xudo xolasa, men Muqdin akadan borib uzr so'rayman, egilgan boshda qilich kesmas. Men noldan emas, minuslardan chiqqan yigitman. Men kelajak avlodman va yoshlarga o'rnak bo'ladigan ishlarni qilamiz bizlar bundan keyin. Do'stlar, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa, marra juda ham uzoqda. Biz harakat, mehnat qilishimiz kerak. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Men yurishimni davom ettiraman. Hali zo'r bo'ladi hammasi. Qo'llab-quvvatlab turinglar. O'sha noldan emas, minuslardan, oddiy xalqdan chiqqan yigit sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringizga muhtoj. Gazini bosamiz. Bos O'zbekiston. Nima edi? Qochib O'zbekiston kelyapti.